Chimildiqdan qochgan kelin. 5 kunlik dunyo ikkinchi qismi 2025 yilning 18-noyabr kuni soat 19:05 da Milliy TV orqali namoyish etilishi tomoshabinlar uchun alohida taassurot uyg'otadi. Davomi serialning allaqachon shakllangan iliq va samimiy ohangini saqlab qolishi bilan qiziq. Menga eng yoqqan jihat an'analar bilan shaxsiy hissiyotlarning tabiiy uyg'unligida hikoya yuritilishi. Yangi qismda qahramonlarning ichki olami kengroq ochilishi kutiladi. Bu esa voqealarni yanada ishonchli qiladi. Har bir qaror, har bir ikkilanish hayotiy ko'rinadi. Serial ortiqcha dramatizmdan qochib, his-tuyg'ularni sokin, ammo ta'sirchan tarzda yetkazishga harakat qilgani bilan qadrlanadi. Har bir detal tomoshabinni o'ziga yaqinlashtiradi, voqealarga bevosita guvohdek his qildiradi. Agar ikkinchi qism shu sifatni davom ettirsa, 5 kunlik dunyo mavsumning eng uyg'un va yoqimli loyihalaridan biri bo'lib qoladi.